Amir avtosavdo kechki bozorda sizlar uchun yana bir ideal holatda Spark mashinasi 2014-yil 243 ming kilometr masofani bosib o'tgan 3-PSI mexanikasi bo'ladi akalar. Mashina holati zo'r holatda, yaxshi Cobalt diska balonlar qo'yilgan. Salon qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham zo'r 3-PSI akalar. Mashinaga hop chexol ko'rlar solingan akalar 243 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Temir gaz balonli ustanovka qilingan. Orqa tomonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Zo'r holat turibdi. Texnik tomonlar mana hech qanaqa muammolar yo'q. Kraskasiga keladigan bo'lsa akalar, mana shu orqa kirlosi shuni petno ili mana shu eshigi oldi eshigi bilan yarim-yarimda bor ekan. Qolgan joylar top-toza, ichlariga o'tmagan, daji eshiklar ham yechilmagan ekan. O'zinglar uchun bir qator tekshirtirib, proverka qildirib olasizlar. Egalarining o'zida sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini okalasizlar olmaza qilmayishini uchun $5550 baholandi 2014-yil 243 ming proyekt yurgan minishga tayyor 3-PSI mexanika Spark mashinasi.